Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 7-majlis. Shayx Abdulqodir rahmatullohi alayh 545-yili Shavvol oyining 19-kuni madrasada shunday dedilar: Riyokorning kiyimi pok, qalbi esa najasdir. U mubohlarni bajarishda zo'r berib, kasb qilishda yalqovlik qiladi. Dini tufayli hayot kechirib, ochiq oydan harom bo'lgan narsalardan taqvo qilmaydi. Lekin uning ishi avomga maxfiy bo'lsa-da, xoslar uchun maxfiy emas. Barcha zuhdi va toati zohirida ko'rinadi, botini emas. Zohiri bunyodkor. Voy bo'lsin senga! Allohga toat qilish qalloblik bilan emas, qalb bilan bo'ladi. Bu narsalarning hammasi qalb va asrorlarga bog'liq. Munofiqlikdan or qil. Shunda Alloh azza va jalla seni hech chirimaydigan kiyim bilan kiyintiradi. Alloh kiyintirgunicha riyokorlik va sustkashlik libosingni yech. Shahvat, ahmoqlik, o'ziga bino qo'yish va nifoq libosini ham tashla. Xalq huzurida seni mansublab yaxshi ko'rishlari, senga yuzlanishlaridan va bergan narsalardan yuz o'gir. Dunyo libosini yechib, oxirat libosini kiy. Vujudingdagi kuch-quvvatni yengib, haq huzurida kuch-quvvatsiz, ojiz holingda tur. Agar shunday qilsang, Alloh tomonidan seni lutf o'rab olishini ko'rasan. Uning rahmati senda jamlanadi. Ne'mati, minnati seni kiyintiradi va rahmatiga qo'shadi. U tomon shoshil, boshqasidan uzilib unga bog'lan. Unga tomon yolg'iz, ajragan holatda yur. Hatto unga jamlanib yetishasan. Zohiring va botining kuchli bo'ladi. Kimda kim tavhid qo'li bilan xalqni, zuhd qo'li bilan dunyoni va rag'bat qo'li bilan Robbidan boshqa narsalarni yo'q qilsa, isloh va najoti mukammal bo'ladi. Hamda dunyo va oxirat yaxshiligidan nasiba oladi. O'limingdan oldin shaytoniy va havoi nafsingni o'ldirishing kerak. Sizlarga umumiy o'lim kelishidan oldin xos o'limni tutish lozim bo'ladi. Ey insonlar, menga ijobat qiling. Sizlarni Alloh azza va jallaga, uning itoatiga chaqiraman, nafsimga emas. Munofiq kishi Allohni qo'yib nafsiga chaqiradi, chunki u dunyo talab qiluvchidir. Ey johil, bu so'zni eshitishni tark qilib, havoi nafsing bilan o'tirasan. Avvalo ustoz suhbatiga, so'ng nafs va tabiatni hojangdan boshqa narsalarni o'ldirishga muhtoj bo'lasan. Ustoz va ularning davralarini lozim tut. Aks holda ulardan ajralasan, yolg'iz bo'lib qolasan. Agar bu sifatlar senda mukammal bo'lsa, Allohning izni bilan hidoyatlangan, boshqalarni ham hidoyat qiluvchi bo'lasan. Tiling taqvodor, qalbing esa fojir. Tiling Allohning hamdiga mos, qalbing esa unga e'tiroz qiladi. Zohiring muslim, botining kofir. Zohiring muvahhid, botining mushrik. Zuhding va dining zohiringga ko'radir. Agar shunday holatda bo'lsang, shayton qalbingga joylashib oladi. Mo'min kishi xuddi uyni qurayotgan kishi kabi avvalo botinini, so'ngra zohirini obod qiladi. Sarmoyasini ichiga sarflaydigan kishi uning eshigi xarobligiga e'tibor bermaydi. Shuningdek, ibtido Alloh azza va jalla va uning roziligi, so'ngra uning izni bilan xalqqa iltifot qilishdir. Ibtido oxiratni hosil qilish, so'ngra dunyodan ham nasibasini olishdir. Shuning bilan 7-majlis nihoyasiga yetdi.